Assalomu alaykum savoqlashlar. Biz bugun 15 va 15 va 16 darsniki muzokarasini qilamiz. Tunugunki ya'ni 15 va 16 darsda tushunmagan mazmunlar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi qarindoshlar. Biz bolalar kirib bo'lguncha 1 minut saqlaymiz. Bolalar kirib bo'lgandan keyin muzokaramizni boshlaymiz. Assalomu alaykum savoqdoshlar. Unda bo'lsa biz bugun 15 va 16 darsniki muzokarasini qilamiz. Biz 15 darsda asosliq o'rgatgan mazmun nima bo'ldi deganda, hozir ko'rganinglardek birinchi qilib fe'l nehin o'rgandik. Fe'l nehin o'rgandik. Endi biz buyruq fe'lni o'rgandik. Hozir qadar buyruq fe'lni o'rgandik. Ya'ni boshqalarga buyruq qiladigan fe'lni o'rgandik. Bu 6 turlik bo'ladi. 3'i erlik, 3'i ayollik. 3 erlikning ichida birisi birlik, ikkinchisi ikkilik, uchinchisi ko'plik. Ayollikmi shu bo'yicha birlik, ikkilik, ko'plik deb 6 turlik bo'ladi. Endi shu amirning buyruq fe'lining dil aksi bo'lgan buyruq shaklidagi bulutsiz fe'lni o'rgandik. 15 darsda buyruq shaklidagi bulutsiz fe'lni. Masalan, la tazhab, izhab desak bag'in degan bo'ladi. La tazhab desak-chu bag'in. La tazhaba, la tazhabu, la tazhabi, la tazhaba, la tazhabna deganga o'xshagan. Endi bu amir bulutsiz shakldagi buyruq fe'li fe'l mudorining ikkinchi shaxsidan ilinadi bu. Bunun qoidasi fe'l mudorining oxirini sukun qiladi. Biz darsda o'tdik buni. İkilik va ko'plikka o'xshab oxiri nun bo'lib qolsa, buning nuni tashlab o'tish buni sokin qilganga barobar. Ayollik birlikda shunda la tazhabi asli tazhabina laning kirish sababi bilan oxirgi nun qanday qildi tushib ketdi. Sokin bo'lganlikni ifodalash uchun deymiz. Ong oxirgi la tazhabni bu ayollik ko'plikning nuni mabni bu tushib ketmaydi. Biz buni ko'rsatib berdik. İkinci qilib o'tgan mazmun nima deganda lan nahiya bilan lan nafiyaning farqini so'zladik. Endi biz lan nafiyani ilgari o'rgandik. Ya'ni bu fe'l mudorini bulutsiz qilish uchun keladi deb. Lan nahiya so'zi bu fe'l amir shaklida bulutsiz qildi. Ya'ni bu fe'l mudorining oxiriga keladi, lekin bu bulutsiz shakldagi buyruq o'zgartirdi. Lan nafiya so'zi buyruq o'zgartmaydi. Bu buyruq o'zgartmaganligi uchun buyruqni kimga qilamiz? Ikkinchi shaxsga. Unda bo'lsa bu nafiyani qaysidan qiladi? Birinchi shaxs bilan uchinchi shaxsga. Masalan, yoki ikkinchi shaxsning buyruq ifodalanmaydigan istifhom shaklidagi jumla qurilmalariga kasimi bo'laveradi. Masalan, lima la ta'kul ya akhi? Qarindishim nimishqa yemaysiz? Buningda bir yemaysiz degan bo'lishliq fe'l bor, lekin buyruq bormi? Yo'q. Ammo la ta'kul hada ya akhi? Qarindishim buni yema. Bu jumla qarasak, la ta'kuldan nima bor? Bo'lussizlik, buyruq shaklidagi bo'lussizlik bor. Mana bu shunga o'xshagan. Endi ikkisining grammatik jihati qanday farq bor deganda, lan nafiya fe'l mudorining oxiriga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi, lan nahiya fe'l mudorining oxirini sukun qiladi deymiz. Uchinchi qilib o'rgatgan narsa biz mani fe'l mudorining beshiga kirib fe'l mudorining bulutsiz qildi degan. Ma zahabtu, ma jalastu deganga o'xshagan. La cho desa la fe'li mudorining oldiga keladi degan. Aksicha kelib qolsa-chu. Ya'ni fe'l mudorining oldiga ma kelsa, fe'l mudorining oldiga ma kelganda bo'ladi deganda, fe'l mudorining oldiga ma kelib qolsa, bu fe'l mudori hozirgi zamonga xoslashadi. Buni kelgusi zaman ma'nosini bermaymiz. Masalan, ana ma ashrabul qahva al-an. Men hozir qana qilmayman, qahva ichmayman deganga o'xshagan. Al-an kamisi bu yerda. Bu hozirgi zamonni ifodalaydi. Bunun farqi shu, biz buni dars so'zlab bo'ldik. Uchinchi qilib
Mani sözlük biz mani ilgirki derslerden tatip istifhamның ma'nosini öğrengen. Mesmuke, ma hada degan o'xshagan. İkincisi bayatın bir sözlegen bulusu şekildeki ma'ni öğrengen fiillarning oldiga kiradigan. Hem üçüncüsü bugünkü dersimizde mevsula yani nisbi almash. Ulug'uchi deb tushunsak bo'ldi, nisbi almash bo'lgan ism mavsul bo'lgan ma'ni öğrenimiz. Qarasak o'xshamaydi, lekin jumladagi o'rni qarab turib biz farq etamiz. Masalan, azhabu ma tazhabu. Siz bağa yerga qana qilaman, boraman. Akulu ma ta'kul. Siz yegan narsani qana qilaman, yeyman. Bu ma bir xil shaklda keladi. Erlikmi bir mushu shaklda, ayollikmi mush shaklda. Demak, bu bir xillam keladi, ammo hammasiga ishlatkili bo'ladi. Hammasiga ishlatkili bo'ladi. Ya'ni bu ayollik ishlatsak ma bo'ladi, ko'plik ishlatsak ma bo'ladi, qaysini ishlatsak bo'ladi. Endi biz 16. dersda 16. dersdagi ikkinchi grammatikasi, baytag'an 16 dersning birinchi grammatikasi, 16 dersning ikkinchi grammatikasi zu. Zu peshlik o'rinda bo'lib qolsa, chunki bu odatda sifat bo'lib keladi ko'p hollarda. Sifat beshidagi narsani nima o'qilsa shunga ergashadi. Ya'ni beshidagi narsa pesh o'qilib, bu shunga ergashib peshlik o'rni bo'lib qolsa zu deb keladi. Agar buning beshidagi ism zivarlik o'rni bo'lib qolsa, bu sifat bo'lgan bo'lsa, bu zivarlik o'rnida za bilan keladi, alif bilan. Zirlik o'rnida zi deb keladi. Yuqorisida misolda ko'rganlarda. Masalan, jaa talibun zu lihatin tawilatin degan bu jumla qaraydigan bo'lsak, uzun soqolli o'quvchi keldi desam, bu jumlada jaa fi'il, talibun fa'ili, zu talibunning sifati. Demek talibun peş olgandan keyin zumun nemilik o'rinda peshlik o'rinda shuni bilan keldi deymiz. Lahiyatining bo'ladi, mudofun ilayh bo'ladi, tawilatin lahiyatining sifati bo'ladi. Masalan, ikincisi ra'aytu taliban va lihiyatin tawilatin. Uzun soqolli o'quvchini ko'rdim. Bunun qaraydigan bo'lsak, ra'a fi'il, tu fa'ili, taliban maf'ulun bih ve talibanning sifati. Sifat degan mavsufga ergashadi ve taliban maf'ulun bih zibarlik o'rni bo'lg'achqa za deb alif bilan keldi deymiz. Lihiyatin muzofun ilayh shuni uchun zir o'qildi. Tawilatin lihiyaninki sifati, sifat mavsufga ergashganligi uchun bu mavsuf muzofun ilayh bilan zir o'qilganligi uchun bu shuni zir keldi deymiz. Zi deb qaraydigan bo'lsak, sallamtu ala talibin zi lihiyatin. Yani ala degan harfi jar kirdi. Shuning uchun talibin zir o'qildi. Bu sifatlanguvchi zi sifat o'g'achqa shunga ergashib ya bilan keldi deymiz. Qolgan tarkibi o'xshash. 3-chi grammatikasi 16-darsimizningki biz ranglarni bildiradigan sifatlarni o'rgandik. Ahmar, asvad, abyad degan o'xshagan. Mush af'al o'lchimida kelgan har qanday ranglarni bildiradigan sifatning ayolliqi fa'alla o'lchimida keladi. Masalan, ahmarning ayolliqi hamra'u. Masalan, haqiba ayolliq o'g'achqa hamra'u deymiz. Aswadning savda'u, abyadning bayda'u, axdarning xadra'u, azraqning zarqa'u. Mushu bo'yicha bo'ladi. Bu ayolliqmi bunun g'ayrimunsarif. Erlikni g'ayrimunsarif deb o'qidik, ayolliqmi cho g'ayrimunsarif. 16-darsning oxirgi mazmuni biz Ömer bilan Amrning farqini tushuntirib o'tdik. Amr bilan Ömerning farqini tushuntirib o'tdik. Arab tilida ikki dona odamning xos ismi bor. Birisi Amrun, birisi Umarun. İkisi farqlidir. Amrun degan bu munsarif, ya'ni g'ayrimunsarif emas ism. Bu tanun o'qiladi, zvar bo'ladi, zir bo'ladi. Masalan, Amrun zarog'a vaqtida buning o'xshamaydigan bir tarafi oxirgi vosi alif o'zgarib ketadi. Amran bo'ladi. Zir vaqtda Amrun bo'ladi. Umar cho'lisi bu g'ayrimunsarif, bu tanun o'qilmaydi. Shunga Umaru deymiz, Umarun demaymiz. Umara deymiz, zvar o'qiladi, ammo g'ayrimunsarif bo'lganligi uchun zirlik o'rnida bo'lib qolsa nima o'qiladi? Zvar o'qiladi. Umara. Mana bu 15-16 darsdagi asosliq grammatikalar. Endi sizlar tushunmagan mazmunlar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Boshqa tushunmagan mazmunlar bo'lmasa,
Bizning asosliq grammatik, ikki darslik grammatikalar shu. Balalarning darsda asosliq muzokara so'raydigan savollar ko'p bo'lmag'achqa, men asosliq ikki darsni bir yig'ib muzokara qilib beryapman. So'raydigan savollar bo'lsa so'ranglar, agar boshqa so'raydigan savollar bo'lmasa, bugungi darsimizningki muzokarasi shu yerda oyoqlashadi. Oldimizda inshaalloh bolalarningki ko'pincha o'quvchilarimiz Turkiyada o'qishqa, imtihonni boshlanish oldi o'qishqa biz asosliq haftada qisqa darslar bo'lib qolsa 4 dars, biroz uzun darslar bo'lib qolsa 3 dars shu bo'yicha o'qiymiz. Bolalarning imtihoni tugab bo'lgunchalik, bolalarning imtihoni tugab bo'lgandan keyin undan keyin sal avtoproq o'qiymiz. Ammo darslar oz kelib qoldigan yoki ko'p kelib qoldigan manda ahvol bo'lib qolsa, darsxonaga desanglar sizlarning mush telefonlar bo'yicha boramiz. Yoki masalan bugungi dars oz ekan yoki tushunib bo'ldik, yana o'qilib ko'p sonli bo'lsa talab qilib qolsa, shu bo'yicha oz iltib olamiz. Sal jalliqroq bo'linglar dars qarta. Buni jimni turib olsanglar tushundimi, tushunmadimi? Qo'lmaydi ekan. Onda bo'lsa o'quvchilarning boshqa savoli yo'q o'xshaydi. İnşallah biz hamısı kelerki saatlik dersimizi görüşelim. Bizden yine yaşam günü haftalik imtihanımız var. Bunu tayarlıq kılama. Hamısı Allah'a emanet.